Ramazonda chanqamaslik va to'q yurish sirlari. Kelinglar, bugun men sizlarga Ramazon oyida ochqamaslik va chanqamaslikning top 3 ta sirlarini o'rgataman. Ko'pchilik o'ylaydiki, saharlik paytida birdaniga ko'p suv ichish bu kuni bo'yi chanqamaslikni oldini oladi deb o'ylashadi, lekin bu fikr 100% xatodir. Chanqamaslik uchun eng zo'r usul bu iftordan to saharlikgacha bo'lgan vaqt mobaynida soatiga 1 stakandan suv ichishdir. Natijada organizmingiz yetarli darajada suv bilan to'yinadi va kun davomida chanqamasligingizga yordam beradi. Kun davomida ochqamaslik uchun siz uglevodlarga boy mahsulotlarni saharlikda iste'mol qilishingiz zarur. Bu mahsulotlarga suli yormasi yoki grechka kiradi va bu narsalar sizni kun davomida to'q turishga yordam beradi. Saharlikda bir necha dona yong'oq yeyish esa sizni kun davomida tetik bo'lishingizga yordam beradi. Oxirgisi va eng asosiysi bu siz sho'r va shirin mahsulotlarni chetga surib qo'yishingiz kerak. Bu mahsulotlar organizmdan suvni so'rib oladi va shirinliklar esa kun davomida sizni holsiz bo'lib yurishingizga yordam beradi. Sizlar uchun bonus maslahat. Saharlik paytida bir osh qoshiq zaytun yog'ini ichish bu kun davomida sizga umuman ochlik hissini sezdirmaydi. Bu ma'lumotlarni eng yaqin do'stingizga yuboring va kommentariyada saharlik uchun nima iste'mol qilishni boshqalarga tavsiya qiling.